Mana Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'kani Bo'kasida yana bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Negativlar uchun, ariqda suv yo'q, bo'tlarda suv bo'lmaydi deganlar uchun mana bu nima bu? Suv. Agar shu yozayotganlar sizlar tomonidan suv bo'lmasa, mana shu Bo'kani Bo'ka MFSga kelib turib, shu yerdan suv olib ketib, xohlasalaring cho'milib ketishlaring mumkin. Tekin shu yerda suv. Bu xonadonimizni umumiy maydoni endi bepoyonda xullas. Kadastrda, xat hujjatda chiqqan qarori 6 sotik. Qolgan joylari zaxira yerlar bo'ladi, lekin nalog to'lanib keladi. Mana bu shundoq kelganingizda molxonasi, mol pichan qiladigan, mana tagi ham ketgan uzun xonadonimizga keladigan bo'lsak, mana hovli qismiga yashash xonalarining ichiga kirib o'tirmaymiz. Bu yoqda 8 ta xona. Bu tomonida vremenka 2 xona, bu yoq tandir. Shundoq kirganingizda mana bitta garaj. Bo'tlarda ichimlik suv yo'q deb aytishibdi. Adashibdi lekin. Mana suv, krandan chiqadi suv. Svet bor, gaz yo'q, lekin har oyda kelib tarqatiladi. 40 kunda kelib gaz ballon tarqatiladi. Yong'oq daraxtlari bor. Mana shu joyga polni beda ekilgan. Endi buni hududi ketgan ancha katta. Bu yerda chorva qilaman, mol boqaman deydigan akalar uchun ayni zo'r joy. Nimaga desangiz, birinchi navbatda o'z boqayotgan mollarning ozuqalarini mana bu yerda bor. Xashaklarga umuman pul ishlatmaysiz. Mana shu yerga yana nimadir ekasiz. Mana shu yerda o'zidan mollaringizga qishki yemishlar chiqaveradi. Ana bu yoqlari non, anaqa tandir non qiladigan tandir o'choq xullas. Bu yoqda yana bitta mana xo'jalik uy. Endi buning ichida odam yashamaydigan holatda turibdi. Ozgina remont qilsa, yashasa bo'lsa kerak. Buni ham qarori dokumentda kadastr bo'yicha 6 sotik chiqqan. Buni ham mana chegarasi shunaqa o'ralgan. Xullas, mana shu xonadonni, ikkita xonadonni umumiy yerlari bor. Umumiy yerlarni hisoblaganda hammasi mana shu 6 sotik, qo'shimcha zaxiradagi yerlar bilan hisoblaganda 4 gektar yeri bor. 4 gektar. Ular hammasi qonuniy dokument bilan qilingan, nalog to'lanib keladi hammasi. Mana ola sigirlar ham olayib turibdi. Mana shu taxta zabor qilib, chegara qilib o'rab chiqilgan. Xullas, kim chorvaga qiziqsa, qo'y boqaman deydiganlar bo'lsa, bemalol kelib turib, mol, qo'y qilib turib, o'ziga yana qanaqadir sharoit kerak bo'lsa, o'shani yaratib olib qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu ikkita xonadonni, keyin u 4 gektar zaxiradagi yerlar bilan so'ralayotgan narxi 70.000 AQSh dollari so'rab turibdi. Ozgina lekin kelishiladigan joyi bor. Pastdagi nomerlar qoldiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz yaxshigina, yo bo'lmasa joyiga kelib turib, har doim aytganday 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deyiladi. O'shaning uchun joyiga kelib turib, mana shu yerda savdo qilib, narxini kelishtirib olsangiz bo'ladi. Ko'p eshitib, ana zaxira yerlar deganda bilmayman, nimani tushunadi. Siz nalogini zaxira yer bo'lgani bilan nalogini to'lasangiz, har doim
o'z vaqtida to'lov qilib tursangiz, to'lovlarni hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shuncha yildan beri mana shuncha mana bu yerda hammasini territoriyasi katta. Kimdir 1 gektar, kimdir 5 gektar, kimdir 60 sotik, kimdir 70 sotik, hammasiniki katta. Asosan shu chorvachilikka moslashgan joylar bo'lar.